Assalomu alaykum, men Muhammadjon Realtor sifatida ko'p mijozlarni yangi uylar bilan xursand qilishga muyassar bo'ldim. Lekin insoniyatda eng qadrli uy ota-onaning bag'ridir. Agar kim uyida ota-onasi bilan yashayotgan bo'lsa, ular eng baxtli insonlardir. Ota-onani borida qadriga yetish kerak. Ota-onalarimiz o'tib ketgandan keyin afsus, nadomatning foydasi yo'q bo'ladi. Men ko'p mijozlar bilan olib yuraman, mijozlarni mashinamda yoki ularning mashinasida yuraman, ota-onalari bilan gaplashayotgan muloqotga bexosdan qulog'imga chalinib qoladiki, ota-onalariga juda ham qo'pol gaplashadilar. O'sha uchun kimni ota-onasi bo'lsa, borida qadrlang qadrdonlarni. Lahzada umrlar topadi yakun. Mana shu bugun ko'rib turgan insoningiz balkim ertaga hayotdan o'tishi mumkin. O'sha uchun borida bir-birimizni qadrimizga yetish kerak. Kimga agar uy masalasida arzon uylar kerak bo'lsa, biz pastda profil qoldiramiz, nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqing. Qo'ldan kelgancha sizlarga xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz.